Bir tarmoq vakili jarima ballarini avtomashinani boshqargan shaxsga yo'naltirish va hokazo bir necha savollarga javob topolmayotganliklarini aytib o'tdilar. To'g'ri, hammasi безопасность deb qilinyapti, hamma narsa ko'p narushalar oldini olish uchun qilinyapti, lekin savol ko'pda. Har bir savolga alohida javob beramiz. Mashina meni nomimda bo'lsa, deylik 2-3 ta mashina bor misol uchun. U mashinani shopirlar haydaydi. Ertaga narusheniya fiksatsiya qilsa, gay farqi yo'q bo'y shopir. Avtomatdan menga ball yoziladi. Mas'uliyatni boshqargan haydovchiga topshirish uchun avtomashina egasi, ya'ni mulkdorining o'zi MyGo platformasi yoki SafeRoad ilovasiga kirib, so'rovnoma yuborishi kerak. SafeRoad misolida ko'rsatib o'taman. Demak, fuqarolar ilovaning xizmatlar bo'limiga kirib, topshirmoqchi bo'lgan avtomashinasini belgilaydi. Keyin haydovchining shaxsiy identifikatsiya raqami, pasporti, telefon raqami, agar haydovchi yaqin qarindoshi bo'lsa, sug'urta polisini, aks holda ishonchnomani belgilaydi. Qancha muddatga topshirmoqchi bo'lsa, uni ham belgilab qo'yadi. Keyin davom ettirish tugmasini bosib, shakllangan ariza ma'lumotlarini tekshirgan holda yuborish tugmasini bosadi. Ekranning pastki qismida ariza muvaffaqiyatli yaratildi. Haydovchining tasdiqlashini kuting degan yozuv chiqadi. Shundan so'ng mas'uliyatni qabul qilib olayotgan haydovchi ham mobil telefoni orqali ushbu ilovaning arizalar bo'limiga kirib, o'ziga kelgan arizani kameraga qaragan holda Face ID orqali tasdiqlashi lozim. Endi avtomashina egasining ilovasida to'lov qilish uchun invoice shakllanadi. To'lovlarni shu ilova yoki boshqa to'lov tizimlari orqali amalga oshirilgandan so'ng, arizalar yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimlari tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlanadi. Shu vaqtdan boshlab qoidabuzarliklar uchun belgilangan jarima ballari mas'uliyatni qabul qilgan haydovchiga nisbatan qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.